Nima uchun Yaponiya ko'chalarida to'xtab turgan mashinalar deyarli yo'q? Tokioning turar joy hududlariga nazar solsangiz, u yerdagi odamlar umuman mashina haydamaydigandek tuyuladi. Ko'chalar tor, huvillagan, yo'l chetlarida esa bitta ham mashina turmaydi. Buning oddiy bir sababi bor. Sertifikat puldan muhimroq. Yaponiyada shunchaki pul ko'tarib avtosalonga borib yangi mashina minib keta olmaysiz. Avval politsiyadan Shako Shomeisho garaj sertifikatini olishingiz shart. Buning uchun uyingizdan 2 kilometr radiusda shaxsiy yoki ijaraga olingan avtoturargohingiz borligini hujjatlar bilan isbotlashingiz kerak bo'ladi. Politsiya xodimi hatto shaxsan kelib mashinangizni sig'ishiga ishonch hosil qilish uchun turargoh joyini ruletka bilan o'lchab ko'radi. Agar joy bo'lmasa yoki o'lchami yetmasa, sizga mashina sotishmaydi. Mamlakat ko'chalarining qariyb 95% da to'xtab turish qat'iyan man etilgan. Mashinani tunda yo'l bo'yida yoki podyezd oldidagi hovlida qoldirib bo'lmaydi. Uni shu zahoti evakuator olib ketadi, egasiga esa katta jarima solinadi. O'zi avtomobil saqlash u yerda juda qimmatga tushadi. Shuning uchun shaharliklarning aksariyati mukammal tizimga solingan jamoat transporti yoki velosipedda harakatlanadi. Mashinaga juda ehtiyoji bo'lganlar uchun esa mahalliy avtosanoat o'sha mashhur mikroskopik K-karlarni ishlab chiqaradi. Faqat shular bilan mitti yapon ko'chalarida bemalol yurish va to'xtash mumkin. Profilda bundan ham qiziqarli videolar mavjud. Obuna bo'ling.